Ko'rsatingchi. Uyalmayman. Voy, ko'rsatavering. Nima ekan qani o'zi? Realni uyalmayman-da. Yo'q, ko'rsating bitta ko'raylik, nima tillagan. Kulmaysizmi? Yo'q, nimaga kulaman siz sizdan. Bering qo'lingizni. Короче, bu meni tishlarim, tilla tishlarim. Yo'q. Da. Nima chaynagansiz bunda? Yo'q, bu normalniy stomatologga borganimda stomatolog shunaqa qilib berdilar. Yo'q, buni sotmoqchisiz hozir. Da, sotmoqchi. Buni probasi baland bo'ladi, bilasizmi? O'rasizlarmi bunaqani? Ha, o'ramiz. Buni 800-950 pro bo'ladi. Agar 850 atrofida chiqsa 1.250 ming, agar balandroq chiqsa 1.400 ga chop qolaman. Biz kelishamiz, kelishtirib olib qolasiz. Bo'ldi. Uni bitta tekshirib ko'raylik, ichkariga kirib. Mayli. Ketdi. Mana tilatishingizni tekshirib keldim, 849 pro ga chiqyapti. Aha. 850 qilamiz hali. Hozir bu shunda ko'tarildimi, tushdimi? Normalniy 1.250 mingdan. Men prosta tillar narxini tushunmayman-da, birinchi marta sotishim. Yo, qarang-da. Buni 850 pro ga hisoblaymiz-da, hozir sizga o'tish narxini aytaman. Bu hozir 850 shunda. Aha, 465 ekan. 1.250 mingdan sizga 5.800 ming so'm beraman, nima deysiz? Shuni hozir hammasi 5 million 8 To'ppa-to'g'ri. 850 mi? Yo'q, 800. 800. Men hozir seni kelishtiramiz. 6 million qilaylik shuni. Mayli, qilib berasiz. Berasizmi? Aha. Bo'ldi. Boshqa joylarga borgandim, 1 million 100 deyishganida. Yo'q, bizga kelsangiz bizdan unaqa cheklar bilan chiqarib, yaxshi proda hisoblab beramiz. Pulni dollarga berasiz? Yo'q, faqat so'mda. So'mda? Mayli. 100 dollar ekansiz. Mana sizga. Qiyshiq tishlaringiz uchun 6 million. Rozi bo'ling. Rozimi? Rahmat sizga. Xo'p, sog' bo'ling, yaxshi yetadi. Sog' bo'ling, maktab. Bo'pti.